go'sht olib kelganimga hali bir oy ham bo'lgani yo'q-ku. 1 kilo olib kelgansiz. Endi shu qilganing uchun 3 kun go'shtsiz ovqat yeysan. O'g'lingizni ziqnaligidan to'yib ketdim. O'g'lim yoshligida qiynalib katta bo'lgan. Otasi tuhmat bilan qamalib ketganda Bolaligida qiynalib, kamchilik ko'rib katta bo'lgan odamlar, naborot, yamalan defisitlarni yopmaydimi? Hozir aka naborot pullari bor paytida borib 100 ta kirechki sotib olib, chipslar Mana shunaqa qilar edim. Men qilganman. Men ham qilaman, hozir ham qilaman. Mana kecha korzinkadan 50 mingga 10 ta qulupnay oldim. O, yomon emas. sabr qilsangiz, Opalarni har doimgi maslahatim sabr qil, yaxshi bo'ladi. Bunda рабочий sxemalarni o'rgatsin. Misol uchun kelin-ketir. Qarang, kelin, eris ekonomichniy shunaqa ziqnami? Bir kun kelinda, prям banket yo'yib yuboring, yurak xurujidan o'ladi, maza qilib yashaysiz. Og'zingiz ochib yurmay, latta bo'lib, "Yo, menga buni olib bering, buni olib bering, buni olib bering" deb isterichka bo'ling. Yo'q-ku, Endi deyolmaydilar, o'zlari eri qamalib ketgan, bunaqa opiti yo'q. U ham to'g'ri.